Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Asad. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, hammalarning xabarda bo'lgandek, oldingi haftada Turkiyada og'ir darajada yer tavrish ofati yuz berdi. Biz bu munosabat bilan yer tavrishda qazo qilganlarga Allohdan rahmat va mag'firat tilaymiz. Shundaqla ularning oila tavobatlariga sabr tilaymiz. Amerikaning Xitoyga qartilgan jazo tadbirlari davomlashmoqda. Qazaq lager şahidi Almutadagi oila tavobatlari bilan jam bo'ldi. Avstraliya Mudofaa ministerligi o'z imoratlarida Xitoyda yasalgan bexatarlik kameralarini ishlatishni to'xtatmoqchi. Angliya parlamenti a'zolari Erkin Tonyazning ziyoratining amaldan qoldirilishini talab qildi. Kanada parlamenti a'zosi Versin Uyg'ur musulmonlarini qo'llaganligi uchun mukofotlandi. Tövəndəki ehtiyatlar xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun. Forbes turunun 8 fevraldagi xabariga ko'ra, Xitoyning josuslik havo shari 4 fevral kuni Atlantik okean qirg'og'ida Amerika urush aeroplani tarafidan etib tushirilgandan keyin Amerika Xitoy orasida yillardan buyon davomlashib kelgan yiriklik qaytadan yuqori pallaga chiqqan. Bu voqea sababli Amerika davlat sekretari Antony Blinken oldingi hafta Xitoyga qilmoqchi bo'lgan ziyoratini kechiktirgan. Shundaqla Amerika Davlat Majlisining Avam palatasi 9 fevral kuni birdek ovoz bilan qaror ma'qullab, Xitoy josuslik havo sharining Amerika havo tavalligiga kirishini Amerikaning egilik huquqiga yo'lsizlarcha daxl ta'riz qilganlik deb ayblagan bo'lib, nolga qarshi 419 ovoz bilan ma'qullangan mazkur qaror loyihasi Avam palatasidagi har ikki partiyadan bo'lgan palata a'zolarining birdek qo'llashiga erishgan. Buningdan sirt aloqador xabar va dokladlarda Xitoyning embargolarga pisand qilmasdan Ukrainaga qarshi urush jarayonida Rossiyani qo'llayotganlik oshkorlanganlikdan Xitoyga yangidan jazo yurgizilishi mumkinligi mo'ljallanmoqda. Amerikaning Xitoyga qaratgan jazo tadbirlari 2018-yildan keyin aslidagidan xeyli bakli ko'paygan. Shundaqla buning ichida bir qanchasi Uyg'urlarga bevosita munosabatli bo'lib, shulardan ba'zilari tuvandikicha. 2020-yil 7-oyda Amerika shu yil yo'l qo'ygan Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonuniga asosan Sharq Turkistondagi Xitoy amaldorlarining kishilik huquqini dafsanda qilganligi sababli ularga qarta jazo e'lon qildi hamda mazkur jazo tizimiga kirgizilgan amaldorlarning va ularning bevosita oila tavobatlarining Amerikaga kirishini chekildi. Aradan bir oy o'tgandan keyin Amerika ayni vaqtdagi Hong Kongning bosh valisi Carrie Lam va Hong Kongning boshqa 10 amaldoriga Hong Kongning avtonomiyasiga buzg'unchilik qildi va Hong Kong fuqarolarining so'z erkinligi yoki yig'ilish erkinligini chekildi degan sabab bilan jazo yurgizdi. Hamda shu yil 12-oyda Amerika o'xshash sabab bilan Xitoy mamlakatlik xalq qurultiyining 14 nafar muavin raisiga jazo yurgizdi. 2020-yil 11-oyda sobiq prezident Trump ma'muriy buyruq imzolab, Amerikadagi barliq organ va ushaq paycheklarning davlat mudofaa ministrligi tomonidan kommunist Xitoyning harbiy shirkati deb bekitilgan Xitoy shirkatlariga mablag' selishini yoki shulardan mahsulot sotib olishni chekildi. 2021-yil 12-oyning 23-kuni Uyg'ur majburiy emlikining oldini olish qonuni prezident Bayden tomonidan imzolandi va 2022-yil 7-oyda rasmiy kuchga ega bo'ldi. 2022-yil 10-oyda Bayden hukumati Xitoyning texnik sohasidagi taraqqiyotini astiltish uchun yangi yerim o'tkazgichlarning Xitoyga sotilishini cheklaydiganligini e'lon qildi. Hamda Huawei'ni Amerikaning barliq ta'minlash zanjirlaridan siqib chiqarish to'g'risida muhokama qilishayotganligini bildirdi. Erkin Yevropa radiosi torining 9 fevraldagi xabariga ko'ra, Sharq Turkistonlik qozoq Sarsenbek Akbar Xitoyning amgak lageriga 3 yil qamalib, ondan uyda 2 yil rejim ostida yashagandan keyin o'zining Qozog'istonning Almuta shahridagi oila tavobatlari bilan jam bo'lgan. Sarsenbekning ayoli Gulnurning Erkin Yevropa radiosiga bildirishicha, uning eri 8 fevral kechqurun Almutaga yetib kelgan bo'lib, u Xitoyning ziyonkashligidan qo'rqqanlikdan texmo ko'p tafsilot berishdan o'zini qochirgan. Sarsenbekning urug' tuqqanlarining bildirishicha, u 2017-yildan 2020-yilgacha bo'lgan 3 yil jarayonida siyosiy mahbus sifatida Xitoyning amgak lagerlarida qamalgan va shuningdek keyingi 2 yilda uyida rejim ostida yashagan. Al Jazeera torining 9 fevraldagi xabariga ko'ra, Avstraliya hukumatining bildirishicha, Avstraliya davlat mudofaa ministrligi o'z imoratlarining tamoman bexatar bo'lishiga kafolatlik qilish uchun mazkur imoratlarda Xitoyda yasalgan bexatarlik kameralarini ishlatishni to'xtatdi ekan. Avstraliya Xitoyda yasalgan kamera uskunalarini ishlatishni to'xtatishni qaror qilishdan ilgari Amerika va Angliya ham mushuning o'xshash qaror chiqargan bo'lib, ular yana Xitoy shirkatlarining Xitoy bexatarlik tarmoqlari bilan istixborotlarni hambarlashga majburlashidan ansirganlikdan boshqa sezgur o'rinlarda Xitoyda yasalgan kameralarni ishlatishni cheklagan edi. Avstraliya davlat mudofaa ministri Richard Marles 9 fevral mazkur qaror haqida mundaq degan: "Bu bizning diqqatimizni tortgan muhim masala. Biz uni hal qilamiz.
Bu xizmatni tamomlash va aslahalarimizning tamoman bexatar bo'lishiga kafolatlik qilish intayin muhim. Hukumat tarafining ko'rsatishicha, Avstraliya Davlat Mudofaa Ministrligi, Tashqi ishlar Ministrligi, Moliya Ministrligi va Adliya Ministrligi qatorliq apparatlarga tava 250 dan ortiq hukumat binosiga kam deganda 913 dona Xitoyda ishlab chiqarilgan kamera o'rnatilgan ekan. Amerika Ovoz torining 10 fevraldagi xabari ko'ra, bir turkum Angliya parlamenti a'zolari Angliya hukumatini atalmish avtonom rayonlik hukumatning raisi Erkin Tonyazning Uyg'ur irqiy qirg'inchilikqa chedishlik ekanligi sababli uning berilg'isi Angliya ziyoratini bekor qilishga chaqirgan. Shularning qatorida Ian Duncan Simis mundoq degan: "Men Angliya hukumatini bu taklifni amaldan qoldirishga va Erkin Tonyaz bilan Chin Chuanguni insoniyatga qarshi jinoyatga va irqiy qirg'inchilikqa chedishlik sababli jazolashga chaqiraman. Bu kishilar bilan muomala qilishadigan eng yaxshi joy tashqi ishlar amaldorining jimjit ishxonalari emas, balki sudxonadir." Buningdan sirt 7 nafar parlament a'zosi Angliya bosh taftishiga xat yozib, Uyg'ur xalqining huquqiy va erkinligini cheklash bilan ayblangan Erkin Tonyazning ustidan xususiy arz sunilishini talab qilgan. Bu qadar e'tirozlarga qarta Angliya diplomatiya ministri Leo Doherty Erkin Tonyazning kelar hafta diplomatik pasport bilan Angliyani ziyorat qilishi mumkinligini, ammo Angliya hukumatining uni taklif qilmaganligini bildirgan. Town and Country Today torining 11 fevraldagi xabari ko'ra, Kanada parlament a'zosi 2022-yili 1-oydan boshlab Xalqaro kishilik huquq tarmoq komitetining muavin raislik vazifasini o'tayotgan Arnold Versin Xitoyning ziyonkashligidan qochgan Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlarni qo'llash jihatida ko'rsatgan tirishchanlik uchun Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tomonidan mukofotlangan. Versinga berilgan aynak mukofot taxtasiga Xitoyda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikdan qochib yurayotgan Uyg'ur musofirlarining yerlashtirilishini qo'llash jihatidagi tuhfalaringizni taqdirlash uchun berildi. Kelgusi avlodlar sizning rahbarligingizni unutmaydi deb yozilgan. Versinning bu mukofotga erishishiga asosligi uning liberal parlament a'zosi Samir Zubari tomonidan o'tir qo'yilgan 10 ming Uyg'urni Kanadaga yerlashtirish to'g'risidagi qaror loyihasini qo'llaganligi sabab bo'lgan bo'lib, u oxirida 0 ga qarshi 322 ovoz bilan ma'qullangan mazkur qaror loyihasini qo'llab imzo qo'ygan tunji parlament a'zosi ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.